Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Din və Həyat namlıq söhbət proqramımızın növbətdəki bölümündə fiqhning İslamdakı o'rni ustida to'xtalamiz. Bugungi proqramımızın aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarim shu so'zimizni fiqh degan nima degandan boshlasak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Fiqh lügatte tushunish va bilish degan ma'noda keldi. Qur'on Karimda shu ma'noda kelgan, masalan, Shuayb alayhissalomning qavmi Shuayb alayhissalomga ya Shuayb ma nafqahu kaseeran mimma taqul. Sening deganlaringdan ko'p narsalarni biz tushunmayapmiz deganga o'xshash, masalan. La tafqahuna tasbihahum deydi bir oyatda. Bütün hamma narsa Allohga tasbih aytadi, sizlar uning tasbihini tushunmaysizlar deydi. Shu tushunish ma'nosida. Ammo shariatda Qur'on Karim va hadis orqali shariatning tafsiliy ahkomlarini bilish degan bo'ldi. Shariatning ahkomlarini shu ikki masdar orqali, ikki manba orqali bilish degan bo'ldi. Islom fiqhi Qur'on Karimdan elingan ahkomlarninki majmuasi desakmi bo'ladi. Nurg'un hozir jamiyatda ba'zi yoshlarimiz orasida fiqhga hojat yo'q deydigan, ba'zi fiqhiy ilm degan asosan shu Abbosiylar xalifliklardan keyin bir siyosatdan o'tirib chiqqan narsa, bu din emas deb qaraydigan tushunchalar bor. Bu fiqhninki rostla islomga tushunish uchun fiqhga ehtiyojimiz bormi? Bu gaplar qaysi noto'g'ri vaqt bir tushunjagan bo'lsa. Shu hozirgi zamonda hamda hozir Qur'on bilan kifoya qilamiz, hadisga hojatimiz yo'q degan yerda fiqhga hojatimiz yo'q deganlar texmi jiqlab ketadi. Endi u normal bir gap bo'lib qolganlik. Bu asli bu nayt bir xato tushunchani o'tirib qo'yganlik onda degan qarindoshlarcha. Bu fiqh hamda Qur'on Karimninki va hadisninki asos shu maqsadlarini, ahkomlarini o'z ichiga olgan bir majmua bo'lgandan keyin bu fiqhga musulmonlarning nayt bak ehtiyoji bor. Qanday deganda har qanday odam Qur'on Karimninki yoki hadisninki ma'nosini bilmaydi. Ma'nosini bilgan taqdirda bilganlarmi undan ahkam ololmaydi. Masalan, hamda oyatlarda masalan buyruq ro'y bilan kelganni farz deyli desak, masalan aqimus salata va atuz zakata deb keldi. Kulu va shrabu, hani kulu va shrabu deb keldi masalan. Aqimus salata va atuz zakata, namoz o'qinglar, ro'za tutinglar. Farz deb oladi buni ulamolarning usuli fiqhninki, islom qonunshunosligininki nurg'un shartlari, nurg'un va qoida prinsiplar shu prinsiplarga kirgizib turib va Rasulullohninki so'zlari va qilganlari bilan asoslanib hech qanday bir odam yangi ishchinglar degan gapni kulu va shabani buni farz demaydi. Yangi ishching degan muboh hamda. Masalan, anbiyada hammasi buyruq ra'yiga keliglik. Ammo fiqhni bilmagan odam ikkisining farqini ayira olmaydi. Masalan, u qaysi farz, qaysi vojib, qaysi sunnat, qaysi mustahab buni bilish uchun hamda shu fiqhga ehtiyojlik bor hamda. Bu odatda nurg'un odam yani musulmonlarning naydi ko'p sonliqi Qur'on va hadisninki nimasini undan ahkam chiqarishni bilmaydi. Masalan, hatto o'qigan olimlarmi ijtihod, mujtahidlik saviyasiga yetmagan odam undan ahkam chiqara olmaydi. Unda bo'lgandan keyin shunga Alloh taolo Qur'on Karimda fasalu ahla zikrin kuntum la ta'lamun deydi. Bilmasanglar ilm ahlilaridan o'rganinglar, so'rab o'rganinglar. Shu odatdagi avam xalqmi Alloh taolaning shariatini o'rganishga, dinni o'rganishga buyurilgan. Ularning o'rganishi farz. Ammo o'rganishning yo'li qaysi hamda? O'rganishning yo'li bu o'qib o'rganmagan odamlar hamda o'rganganlarni do'rab, o'rganganlarni taqlid qilib, ashulaga ergashib ma'noda Rasulullohning zamonidan tortib shunday qilinganlar. Endi u fiqh deganni Abbosiylarning zamonida o'tirib chiqqan degan gapni beri baka gapda. Bu fiqhiy masala Rasulullohning zamonida, sahobalarning Rasul zamonida bu boshlangan. Qanday desa, Rasulullohning vaqtida qanday bir masala kelsa, Rasulullohga murojaat qiladi. Uni hech qanday bekimning ijtihod qilish, bekimning din so'rash masala yo'q. Endi Rasululloh javob beradi, ama endi Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyin nurg'un yangi masala o'tirib chiqdi. Islom nurg'un diyorlar islom diyoriga qo'shildi, masalan, islom ichilib keng nima qilib atroflarga taqab. Aynan o'g'andan keyin bu Madinada bo'lmagan
Mekkede bo'lmagan ishlar yangi ishlar chiqdi. Chiqqandan keyin buni qanday javob berish kerak, tashlab qo'yish kerakmi? Javob berish kerak. Chuqur musulmonlarga bir chiqish yo'li tepirish kerak. Shu chaqda shu sahobalar ijtihod qilib, hatto shu chaqda Madinada 7 sahobaning 7 ra'yi o'tirg'i chiqqan deydi. Masalan, Aisha radhiyallohu anha, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Zubayr qatorliq masalan ashularninki hammasininki ayndaq ijtihodlari o'tirg'i chiqqan. Birisiga o'xshamaydi. Ya'ni jiq masalalarda masalan ularning tushunishi, javob berishi, masalalarni istinbot qilmada ahkomlarni chiqarish narsasi o'xshamaydi. Masalan, shu chaqdan tortib shunday boshlangan. Uningki Rasulullohning sahobalari din taqit uchun dunyoning hamma yerlariga tarqab ketdi. Tarqab ketgandan keyin hammasi Rasulullohning o'rganganini berib o'rgatdi. O'rgatgandan keyin masalan bir odamning tushunchasi bir odamga o'xshash bo'lmaydi. Uning ustiga masalan bir odam anglagan hadisni birisi anglamagan bo'lishi mumkin. Shu o'zi bilgan bo'yicha o'rgatdi. O'rgatgandan keyin shuning bilan bu kishilar ashunga qarab o'rganib ashunda bo'ldi. Shuning bilan bu mazhab ashunda keldimdi. Bu mazhabni bugun men mazhabni qurayda va hozirgi zamonda partiya qurganda chiqib lamandan binas qurayda qurgan gap emas. Bu ulamolar borgan yerda dinni o'zining bilguncha o'rgatdi. Ashadagi xalq ashu ulamoni tinglab, ashu ulamoning oqisib menib, shuni o'rgandi. Shuning bilan aning agashguchilari, mening agashguchilar degan gaplar o'tirib chiqdi. Shuning bilan endi keldimdi. Endi shuni buningda Endi Qur'on Karim hadisda ba'zi odamlar deydi, hamma narsa Qur'on hadisda bor, hech nimaga hojat yo'q. To'g'ri, Qur'onda hadisda bor, ammo hamma narsaning umumisi bor. Umumiy prinsip, asos uli bor. Ammo nurg'un masalalar chiqdi. Masalan, hozirgi zamonda sigorta deymiz, uni deymiz, buni deymiz. Burun anglab boqmagan masala chiqdi. Shuni Qur'on Karimdagi shu asosiga asoslanib turib, ijmo, qiyos degan narsalar bilan shunda ulamolar shunga hukm berib keligligimda. Fiqh ilm aslan islom dinining bir madaniyatini keng doiralik ekanligini har zaman maslashganligining bir nimasi asosi. Asosan shu fiqh bo'lmayotgan bo'lsa biz jamiyatlik qetibli qolamiz-da hamda. Fiqh shu Qur'on Karimning javharlarini, hadisning javharlarini chiqarib kishilarga ayda qilib bermasa, shuni asoslanib turib ayda qilmasa bu nima biladi? Masalan hamda hozir nasha, kokain, heroin deyli, ashning hammasini hammadan qat'iy harom deydi. Fiqhni e'tirof qilmaydiganlar harom deydi. Musulmon emaslar hammasi uni bo'lmaydi deb tushunaman, qotil deydi. Lekin Qur'on Karimdan desak, ya Qur'onda ya hadisda yo'q endi u. Ammo Qur'onda haroqning haromligi kelgan, zinoning haromligi kelgan, nurg'un insonni halokatga elib boradigan gunohlarning haromligi kelgan. Ulamolar ashuni qiyos qilib turib, maniki shuningdek ma'ning harom Qur'ondagi harom qilingan narsaning harom qilinishga sabab bo'lgan nima sabab bo'lgan deb tadqiq qilib chiqib, ma'nosi hozir chiqayotgan biz masala surayotgan narsa bormi yo'qmi degan uning ziyodasi chiqqan gapda chiqqan anda bo'lgandan keyin bu harom deb hukm bergan masalan shunga o'xshash agar biz endi shunday ijtihodni qiyosni rad qiladigan bo'lsak Qur'on hadisni tutimiz. Ani Qur'on hadisini tutqanlik shu Qur'on hadis shu ijtihod qiyosni tutqanlik Qur'on hadisini tutqanlik shu Qur'on hadisga bog'lanadi-da. Shu masdir manbi shu uningsiz kallasini hukm bermaydi hech kim endi. Agar hamda shuninga shu ikkisini tutib biz bu ma'ni inkor qilamiz deyotgan bo'lsak, shu yangi chiqqan masalalarga masalan nashini bikim harom desa, nimaga harom desa dalil topolmaydi-ku u. Dalil topolmay qarab turdi. Shunga o'xshash gap hamda-cha. U yana biri bu fiqh orqali kishilar nimaning farz ekanligini, nimaning vojib ekanligini, nimaning sunnat, nimaningki mustahab, nimaning mubah ekanligini, nimaning harom, nimaning makruh ekanligini fiqh orqali biladi. Shuning orqali bilish orqali masalan namozda, ibodatda ba'zi ibodatlarda farz amallardan, ruknlardan birisi tark qilinsa, amal ibodat bakovlab ketadi. Hamda vojib darajasiga, sunnat darajasiga, mustahab darajasiga tark qilinsa, amal ibodat buzilmaydi. Masalan, shu masalalar uchun shuning farqini bilish kerak kishilar. Bu yerda Qur'onda, hadisda hech qanday ma vojib, ma farz, ma sunnat deb yo'q hamda. istinbat chiqarganlar ashunga qarab turib oyatlarniki takrorlanganligi Qur'on Karimda oyatlar ta'kidlanganligi va Rasulullohningki ashuni kuchlantirib degan so'zlari Rasulullohning amaliyati orqali bu ulamolar najiq boshqa turib fiqh degan bir qonunshunoslikni ashuni chiqargan fiqh degan islom qonuni demdi. Shuning orqali andin kishilar shuni bilgan gap. Agar endi biz uni hammani yo'q qilayotgan bo'lsak shu masalan Qur'onda kelgan hukmninki qaysininki vojib farz uchun kelganligini, qaysininki mubah uchun kelganligini bilmay qolmazlar o joyda. Fiqh shunda. Demak, fiqh ilm ustozlarimizdan
deydi. Asasen şu fiqh ilim bilen ulamaның qadrini tanıymiz. Fiqh ilimning asosi. Şu hatta har qanday alimni fiqh deyilmaydi ekan endi. Fiqh degan şu har narsani inchiklik bilan, dalil faktlar bilan bilganda, yani o fuqaha darajasiga yetadigan gapkan. Biz vatandan ba'zi yaşlardan kichikgina arabcha saviyasiga kirib iborat tarjimasi chiqsa lakinde salaflarning kelimesini ko'rdik deb ya ahli hadislarning yo'lini tutdik deb mazhabga inkor qiladigan, mazhab bizni jiroqlashtirib ekan, ilmni murakkablashtirib ekan deb ba'zi qaqshigan qarindoshlarimiz chet elga chiqib Misr uyabiyaning ko'rib, biz vaqt bek aldiran ekanmiz. Endi taxa ilmning qadriga, fiqh ilmning qadriga endi degan og'izdan anglaqliq. Unda bo'lganda bu fiqhninki türleri. Bu fiqh hamda islom qonunining hammani o'z ichiga oldi. Bu turlar jiq, masalan, muomalat qismi deymiz. Masalan, ibodat qismi deyli. Ibodat qismi desak, bu ibodatni qanday qilish, ibodatning kayfiyati. Qur'on Karimda namoz o'qinglar, ro'za tutinglar, zakot beringlar deb keladi, shunamanda. Ammo o namoz o'qishninki, namozning rakatlari va namozninki tartibi, ular kamida qoida, prinsiplari, uni Rasululloh hadis orqali tushundirdi masalan. Zakotning shundoq miqdori, masalan, nurg'un masalalar bor hamda shunda Qur'on Karimda mujmal kelganda hadis tushundirdi. U hadisdan andin hadis Qur'onni asos qilib turib, uni kengaytib ulamolar uni bunda darajaga arib farz, vojib, sunnat degan ayda chiqadi. Shunda bu Qur'on Karim bilan hadisdan elingan bir ahkamlar bo'lganligi uchun bunga ehtiyoj nihoyatda bak jiqamdi. Mushuning orqali kishilar o'zining qiladiganini bilib uni qiladi, qilmaydigan ishganda qilmaydi. Shuning bilan Alloh taolaning ko'rsatgani bo'yicha hayotini yashab ayda o'talayotgan gapdan-da. Buningki ibodatninki bütün ibodatlarninki hammasiniki, masalan, ro'za tutish deyli, haj qilish deyli, zakot deyli, bütün ibodat qismining hammasi ibodat turida, fiqhda hammasini ayda anlatadi. Uningki qismil muomalat deymiz masalan. Muomalat deganda ilm setim ishlari bo'lsin, muomala ishlari bo'lsin, qarz berish ishlari bo'lsin, omonat ishlari bo'lsin, hammasiniki prinsiplarini, hatto bo'lmagan masalan bunda bo'lsa qanday qilish kerak, o'tirib kelmagan masalan bunda qilish kerak deb ayda tushundirib, uni ayda yozib qo'ygan hamda ular. Uningkin oila qismi deymiz. O oilada masalan to'y qilish, nikah, taloq, miros, bola emitish masalasi deganga o'xshash shu masalalar. Uningkin jihad va tinchlik masalasi deydi. Qanday chog'da jihad farz bo'ldi, jihadning ahkomlari qanday, tinchlik masalasi, tinchlikni qanday saqlash kerak masalan hamda. O mesela onunkin siyosat ve devletninki, İslam devletinin başkalar bilan bo'lgan munosabati hammani ashula boshqa turib, ayda qilgan gap. Hatta şu İslam fiqhshunoslarininki ayda tuzgan qonunlardan Fransiya qatorliq ba'zi davlatlarninki davlat qonunlarini ashuningdan og'anligi to'g'risida nurg'un ishonchli materiallar bor. Hamda hozirgi zamonda biz bu fiqhning qadrini faqat bilmaydi. Nurg'un kishilar fiqhning qadrini naytibak tuvan ko'rakligida. Bu asli naytibak qimmat, islomning qimmatlaridan biri, islomning qimmati. Usul fiqh bilmagandan keyin fiqhning qadrini ham bilmaydi. Uni bilmaydi. Odam shu fiqhning qadr qimmatini bilish uchun usul fiqh o'qish kerak. Usul fiqh aytgandan keyin ulamolarimizning bu yo'lda qanday tatgan jafolarni bir hukmni o'tirib chiqarish uchun unday oson emas. Hozir shu zamon oxirida ilmsizlik o'tirib chiqadigan payg'ambar islom. Shu zamonda yashayotimiz, talib ilmajik. Ko'chada qarim ulamo degan sifatli odamlar jiq. Bo'ldi fiqh ilm, usul fiqh degan narsalar yo'q. Shunga animayama dunyoni mulohabat qilib ummatni qalam qo'yiligi boshlaydigan ishlar. Buning hammasi asos sababchisini men qaraymanki, bu fiqh ilmning ozligidan. Fiqh ilmning ham ozligidan, chunki fiqhdan mahrum bo'lgan millat va fiqhdan mahrum bo'lgan odam yaxshilikni mahrum qoldi. Chunki Rasulullohning bir hadisi. Hamasat bilan bo'lmaydi-ki din. Din bir oyatni bitkisidan ko'rilib lakin manda ekan. Uning jarayoni va shu payg'ambar islom yoki shu oyat tushgan vaqt qanday sharoitda, nima hikmat bilan, nima maqsad bilan tushgan shu oyat kerim. Buningdagi bunga buyurishlik sabablar nima? Buning tadqiq qilgan vaqtida hamma usul fiqh tadqiq qiladi ayna. Shunga hamda Rasulullohning "Ma yuridillohu khayran yufaqihu fid-din" degan hadisi nayt bak muhim hadis jamda. Qanaqasi u
shuningdan mahrum qolgan odam yaxshilikdan mahrum qoldi degan bo'ldi. Endi kimga Alloh yaxshilikni iroda qilsa dinda olim qildi deydi. Fiqh degan va siz degandek fiqh degan har qanday fiqhni olim degan bo'ldi. Ammo har qanday olimni fiqh degan bo'lmaydi. Fiqh yuqori martaba. Bu fiqh degan endi dinni haqiqiy mohiyati bilan tushungan, haqiqiy mohiyati bilan tushungan bir olim. Endi har qanday bir olim emas endi. Şuna o fiqhlik mertebesi bek yuqori. Endi o İmam Azam deymiz, İmam Şafii deymiz, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbal, Savri deyli. Ular mundaqla tasodifiy chiqib qolgan gap emas. Ashunda jiq mehnat bilan, ashunda jiq xizmat qilish orqali kishilarning qalbidan ayda bir hurmatga sazovor bo'lgan kishilar endi. Bu munosabatlarni fiqh ilmin nima sababdan dunyoga kelgan? Fiqh ilmining sababi bir sababi nima uchun kelganda birla sababi kishilarning hojati. Ehtiyoj. Masalan, Rasulullohning vaqtida deb ketdik, Rasulullohning vaqtida qanday masala kelsa, Rasulullohga murojaat qildi, rahatla, Rasululloh javob berdi, bo'ldi. Hech kimning besh og'rimaydi, hech kim nima qilmaydi. Rasululloh vafot bo'lib ketganda nurg'un masala chiqdi. Masala chiqqandan keyin u chaqda javob berish kerak. Javob bermay yutib ketsa bo'lmaydi. Hatto shu xalifami ijtihod qilib javob berish kerak. O çağda xalifami qandaqda shu çağda aynı ijtihod qiyas bilan binasini javob berdi. Aşan paydo bo'ldi shu fiqh shu mana. Ehtiyoj paydo qildi buni. Ehtiyoj bo'ldi. O islom davlatiningki halqa nimasi doirasi, territoriyasi ko'paygan sari ehtiyoj texmi çok oldu. Ko'p bo'ldi endi. Chunki burun musulmonlarda bo'lmagan va arab musulmonlarda bo'lmagan, boshqa yangidan musulmon bo'lgan xalqlarning ichida bo'lgan nurg'un urf-odatlar, nurg'un bir ishlar o'tirg'i chiqdi. Anda bo'lganda hammaga javob berish kerak. Shuningdan ulamolar rasmiy hamda harakatga o'tdi. Javob berish kerak. Javob bermay o'tib ketishga bo'lmaydi. Shuningdan maydonga keldi bu. Shu Rasulullohning sahobalarining zamonidan boshlab maydonga kelgan bu deydi uni. Asli shu Peygamber Efendimiz'in bu hadisning qanchalik nimasi sahihlikligi aniq esimda yo'q. Rasululloh bir sahabani Yamanga o'tib bunun kunu Kur'an'dan tapamasan, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'u diye vaktida yine şu çağda hadisini tapamasan, özüm ijtihad qiladigan Rasulullah'ın ayetib dua qilgan ayna. Qilganligining o'zini ilmali, fiqhining mana men Rasulullah'ning davrida Rasulullah'ni e'tirof qilgan, hatto targ'ib qilgan shuningga. Rasululloh ashuni ko'rsatgan. Rasman endi Muaz bin Cebel radıyallahu anh'u shu Yamanga vali qilib avatdi ya. Degandan keyin nima hukm qilishdi Qur'on bilan, Qur'ondan tapamasan, Rasulullah'ning hadis bilan, hadis tapamasan, ijtihad bir ijtihad qilaman degan. Yani o bazı Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerde yuqori deyilgandek hammasının asosi bo'lsa-mu, ba'zi tafsiloti bo'lmaydi. Tafsilotiga inchik masala hisob berish uchun Qur'on hadisni nima qilib tur, asos qilib turib ijtihod qilish. Ashuni ijtihod qildi. Rasulullohning kishiniki Muaz bin Cebel radhiyallohu anhuning men ijtihod qilaman desa, Rasul alhamdulillahillazi vaffaqa Rasululloh deb Rasululloh xo'shlab payg'ambarning elchisini muvaffaq qilganiga Allohga hamd sanolar deb nima qilgani Rasulullohningki rasmiy qo'lligini demdi u. Demek şu ijtihadning bulunganligini xabar bergan. Shunda ba'zi qarindoshlarning shu mazhabning ag'rindigan şu bizning mazhabda büyüdü tutgan, bu da mazhab degan nima, bu mazhab qanday o'tirib chiqqan? Ya mazhabning o'tirib chiqishi, mazhab degan gap boradigan ya degan bo'lgan. Boradigan ya degan bo'lgan, bu islom istilohida mazhab deb kelsak hamda bunda bizda ikki dona mazhab bo'lgan hamda. Qanday desa ahli sunna vel jamoani bir mazhab deylik biz. Asli bu mazhab Ahli sünnet vel cemaat degan dinning aslisi orijinali, aslisi bu. Ama Şia ulab ketganlar, Xavarij ulab ketganlar, Mu'tazila, yana bir qanday bo'lganlar Rasulullohning yo'lidan chiqatganlar deymiz. Shunda e'tiqod qilamiz hamda. Ahli sünnet vel cemaat degan sunnet degan shu Rasulullohning sunnati bilan mangan, bid'at qilmagan. Vel cemaat sahobalarning aqsini mangan, sahobalar qanday qilgan, shunda qilgan. Shu yo'lda manganlar, shu hamda dinning aslisi. Hamda bo'laylik nima Şia mazhabi, nima mazhabi halqa murji'a mazhabi, Xavarij mazhabi deb mazhablar chiq qildigan ekan. Shuning bilan bu ahli sunnatni shu mazhab qatorida bunda atgan gap. Asli mazhab deb atmaymiz, dinning orijinali. Endi ma amal ibodat fiqh masalasidagi mazhabga kelsak, shu boy deganimizdek her bir ulama şu Rasulullah'ınki hadislerin üzü anlığını boyunca, bilgini boyunca kişilerge ügetkendikin, şu kişiler şu ulamanın arkasına ulamanınki ügetkini boyunca ügünüp çıkan, şuna
shuni taqlid qilgan, boshqasini taqlid qilmagan. Palani boshqa bir yerda bir ulamo ashunda qilgan, uni taqlid qilgan. Shuning bilan bu o'xshashmaslik chiqdi. Bu o'xshashmaslik chiqishi bu zaten buningsiz bo'lmaydi. İnsanlarningki nimasi tushunchasi o'xshash emas. Shuningdan keyin mazhab degan narsa, mazhab degan chiqdi. Lekin uni biz bir mazhab qurdik deb hozirgi partiya qurgandek bunday qilmadi. Keyin kishilar ham shu ulamoning ismi bilan Muhammad ibn Abdul Vahhab Arab jazirasida isloh qilgan bo'lsa, isloh qilgan odamni Vahhabi deb atib olgan qo'sha, o'zini Vahhabi deb atamagan endi. Ma'lum shuning bilan Hanbali unda deb atib olgan gap. Shuning bilan o'tirib chiqdi endi bu. Yo'g'ondan oxirida mazhabga agishish hukmi nima? Mazhabga agishishning hukmini ko'p sonliq ulamolar bunda deydi. Avam xalqninki mazhabga agishi nihoyat zarur, hatto farz darajasida deydi. Saudiya Arabistonining sobiq muftisi Abdullah ibn Baz rahimahullohni so'rab ekan, unda desa, hech qanday bir odamning mazhabga agishi farz emas, lekin avam xalqning o'zi Qur'on hadisning ahkomini bilmaganligi uchun mazhabga agishib, mazhab bo'yicha ish qilsa, uning yaxshi bo'ldi deb unda deylik. Endi ulamolar yana bunda araydi buni. Avam xalq, hech kimni bilmaydigan avam xalqning mazhabga agishi farz deydi. Ammo olim o'zi Qur'on hadisdan bunday ahkomni chiqarib, chiqarmaydigan olimningki agashmaslik ixtiyori bor. Ammo istinbat qila oladigan olimning mazhabga agishi durust emas deydi. Nimishqa? Chunki bir mujtahid bo'lsang sama, aqlni Xudoyim berdi, ilmni berdi, sen mujtahid ijtihod qila olmaysan, agish o'tmay o'zing ijtihod qilgan deydi. Avam xalqning mazhabga agishi o'zi uchun yaxshi. Chunki avam xalqmi shariatni o'rganishga, shariat bo'yicha amal qilishga buyurildi, Alloh farz qildi. Ammo uning yo'li nima hamda yoki kichigidan tortib dinni o'rganib, o'zi istinbat qilgan bo'lish kerak. Ikkala yo'l bor. Istinbat qilib, hamda 90% odam istinbat qilish darajasiga yetmaydi, hatto 99% bo'ldi hamda. Hamda 1-2% odam istinbat qilgan mujtahid bo'lsa bir millatning ichida. Qolganlari endi shariatga hukm amal qilmamda, amal qildi, qaysi yo'l qildi, istinbat qilgan olimlarga agish orqali qanday qildi, boshqa chora yo'q buni. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rpagan uchun ko'p rahmat. Keyingi bo'limlarda qayt ko'rish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.